Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abduri Abduvali Ayub. Yalmavuzning qotili. Sotdan keyin omadim keldi. Mendan ancha muncha inglizcha o'rganayotgan Gundupay meni haqiqatan boshqacha ilmiy va ko'ngildagidek bir kamerga o'rinlashtirib qo'ygan edi. Yangi kamer 2 korpusda bo'lib, tuzumlar 1 korpusdagi kamerlardan bo'shroq edi. Kamer boshlig'i Xitoy kitobxumar, kang qo'saq, muloyim bir kishi bo'lib, mahbuslarning ko'ziga kirib olmay, ixtiyoriga qo'yib beradi. Birər yüz Xitaycha kitob bilan to'lgan osh taxtida Xolida Isroilning Kechmish, Zordun Sabirning Ona yurt, Muhammad Ahmad Cho'ponining Samandar degan romanlari "Mana men Uyg'urning" deb maydisini kirib turadi. Uyg'urcha so'zlash cheklangan 5 oydan beri tunji qitim Uyg'urcha kitob o'qib, qo'rqmay Uyg'urcha so'zlab, o'zimga ishonolmay qoldim. Kamerdagi bu Uyg'urcha kitoblar Sarang deb qaralgan Mehmet Yusufning ekan. U to'y qilishga puchib bo'lgan loyiqidan mahrum qolg'achqa, nervisidan chatoq chiqib, Urumchida 60 necha yoshlik bir Xitoyni o'ltirgan ekan. Uning kamerda to'la kesili tutib, gundupaylarni malol qilg'achqa, kitob o'qishga yo'l qo'yilibdi. Mehmet Yusufning meni ko'ribla. Aka, siz Qashqardingo? Xolida Isroil degan yozuvchimi Qashqarlikka? Degini yilimu esimda. U egiz bo'yliq, bilak va ko'kraklaridagi burtub chiqqan muskullaridan qattiq chiniqqanligi bilinib turadigan qaraqash, yo'g'on qo'y ko'zlik, oq yuzlik, qamlashgan bola edi. U gapini davomlashtirib, "Aka, bizning mushu kunga qilishimizga oppoq xo'ja sababchimi?" deb so'rgan edi. Men bir millatning o'ngsizligi butunlay bir odamga bog'liq bo'lmaydi. Balki o'xshash jaholat, o'xshash xurofat va ozg'unlikdagi bir turkum kishilarning avlod millatni yetaklab, katanga so'rishiga bog'liq bo'ladi, degan edim. U o'limga hukm qilingan bo'lib, ijroni kutayotgan ekan. Arzdorlar uningga agar 1,5 million Xitoy puli to'lam to'lasa, uning ustidan qilgan norozilik arzini qaytarib oladiganligini aytgan ekan. Parxo'rlik jinoyati bilan kirgan Obliskam hatto bu 1,5 millionni uningga yordam qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Mehmet Yusuf rad qilgan ekan. Mehmet Yusuf kam so'z bo'lib, bekor qilishni xohlamaydigandek qiladi. U qamoqxonada tepilgan Uyg'urcha kitoblarni o'qib bo'lib, kamer boshlig'i Xitoy sirtdan kirgizgan tom Xitoycha kitoblarni o'qishga boshlagan ekan. O'limga hukm qilinganlar ijroni saqlab qamoqda ko'p yetib ketadigan bo'lg'achqa, to'liq o'tirnimi bitirmagan Mehmet Yusuf qamoq hayoti uzargancha Xitoychini suvdek so'zlaydigan va roman o'qib tushunadigan bo'lib ketgan edi. Boshqa mahbuslar Mehmet Yusufni Sarang deb qo'rqatdi. Men undaq emasligiga ishonatdim. Buncha kitobni o'qib bo'lgan, Uyg'ur romanlari ichida eng sarxillarini akirgizib o'qigan bir odamning sarang bo'lishi mumkin emas edi. U odatda menga gap qilmaydi. Ba'zida o'zini qochirgandekmi qiladi. Ammo yana ba'zida diqqat qilsam, menga deyolmayotgan bir gapi bordakla qiladi. Aralab qarab qo'yadi-yu, og'zini o'mallab bo'lib gap qilmaydi. Menmu sabr qildim. Bir kuni u oxiri ig'iz ochdi. "Aka, meni qotil deb atadi. Sizmi boshqalarga mening begunoh bir qiri odamni o'ltirayotganligimni debsiz? Men odam o'ltirmadim, olvostini yo'qotdim. Singlimning qinini sho'rayotgan Yalmavuzni o'ltirdim. Asli bu sirni u dunyoga o'zim bilan ilib ketay degan aka. Ichimga faqat sig'dirolmadim. Sizga deb beray. U qiri Xitoy singlimni beqib olman deb xotin qilibdi ekan. Shunga o'ltirdim." Gap shu yerga kelganda uning ovozi bo'g'ilib, gapini davomlashtira olmadi. U singlim degan so'zni og'zidan chiqarib bo'lgacha ovozi titrab ketgan edi. "Bizning yurtda yer tavirganligini bilasiz. 10 yil bo'ldimikin shu ishqa. Shu chog'da dadam bilan onam tomning tagida qoldi. Biz 2 bola cho'ng onam bilan qoldik. Men 11 yosh, singlim 8 yoshga kirgan yili cho'ng onam mo tugab ketdi. Biz
Eli u tağam, eli bu hammamning uyda qiqilib soqilib yurdik. Bir qish kuni sekretar bizni mashinaga silib bir yerga ilib bordi. Taxtida Maralbeshi nailik Paravanliq maktab degan xatni ko'rdim. Yataqlar to'shib ketibdi-ekan. Koridorda yotdik. Atiyozda oramizdan ba'zi bolalarni Urumchiga ilib ketadigan deb angladik. Rost degandak bir oymi o'tmay singlimni Urumchiga ilib ketdi. Singlim menga kichkidan amroq edi. Maktabda tamoqqa to'ymaysan deb doim o'zinikini menga bo'lib beradi. Mehmet Yusufning aytishicha, singlisi bilan qo'shilib bir turkum bolalarni Urumchiga yo'tkabdi. Qolgan bolalarni maktab yarim kun o'qitib, qolgan vaqtlarda bozordagi remontchi, mashinachi, oshpazlarga hunarga beribdi. U doim singlisini tushaydi ekan va remontchilikni patroq o'rganib, Urumchiga chiqib ishlasam, singlimni o'zim boqsam deydi ekan. 2010-yili Mehmet Yusufning o'qishi tugab, oxiri tilikiga yetibdi. Ustisiga agishib hunar qilg'ili Urumchiga chiqibdi. Mehmet Yusuf Urumchidagi yetimlar maktablarini bir-birlab izlab, singlisi o'rinlashtirilgan maktabni tepibdi. Ammo singlisining allaqachon bir Xitoyga beqishqa beritilganligidan xabar tepibdi. Lekin qo'lga berilgan adresdan bundaq bir kishi tepilmabdi. Mehmet Yusuf Urumchida ustisining qishida yarim kun ishlasa, yarim kun mashina ijaraga ilib, qora taksi haydabdi. Uning maqsadi pul tepish emas, mashina haydab yurib, singlisini tepish ekan. Bir kuni o'ng qo'li jaynikidan yo'q, qirin yig'ib tarqitadigan bir qiriq Xitoyni kira qilib, yamaliq tig'iga beribdi. Uning bu Xitoyga ichi og'rib, yukini ko'tarishib, uyiga billa chiqibdi-yu, kayniga uchib tushgili qil qopdi. Chunki uyda say qo'rvatqani u necha yildan beri izlayotgan, singlisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan bir Uyg'ur qizi ekan. Ammo qiz Mehmet Yusufga qapoq ochmabdi. Uni hech to'nigandekmi qilmabdi. Aksicha Uyg'urcha gapiga Xitoycha javob berib so'g'uq tiyibdi va beshini burabla boshqa uyga kirib ketibdi. Mehmet Yusuf hiliqi Xitoydan so'rasa, hech ish bo'lmagandek, ayolim degudek. Shundan keyin uning ko'ngli chivin yavalgandek ichilmabdi. Har kuni hiliqi cho'loqni paylab mahalladan ketalmabdi. Bir haftagacha singlisini ko'rolmay, oxiri tavakkul qilib eshikni qoqsa, uydan boshqa bir jup xotin chiqibdi. Ular qochgandan keyin Mehmet Yusufga hamma ish oydinlashibdi. Shundan beri u yurakini ombur bilan qisqandek doim bearam yuribdi. Ammo singlisini to'xtamay izlabdi. 2014-yili Pedagogika universitetining atrofida mashina haydab ketib o'tib, hiliqi Xitoyni singlisi bilan ko'rib qopdi. Avval to'ydirmay uyigacha iz qo'g'lab berib, uyiga o't qo'yib, ikkilisini ko'dirib tashlashni o'ylabdi. Ammo tuyuqsiz singlisining o't ichida to'lg'inayotgan holati ko'z oldiga kelib, ko'ngli unimabdi. Shuning bilan mashindan kulishni ilib tushibla, hiliqi cho'loqning beshiga kelishtirib birini qo'yibdi. Darhol atrofdagi qurolliq saqchilar uni qo'rshovga ilib, qurollarini batlab tayyor bo'pti. Mehmet Yusuf ularni o'q chiqarsikan deb oldiga etilibdi. Uning maydasiga tekkan o'qda o'lgisi bor ekan to'q. Afsus, kaynidan yegan zarba uni yerga yiqitibdi. Aka, Ablizkam 1,5 million to'lamni menga to'lab beradiganligini dedi. Ammo unimadim. Chunki mening Xitoyga xotin bo'lgan u alvasni ko'rib yashag'im yo'q. Shu bir tal singlim bor edi bu dunyolikda. Uni toparmanmikin deb umid bilan yashadim. Uni topsam dadamning o'rnida beshini silarman. O'zim oti bo'lib talaliq qilarman. Ak singil billa yasharmiz debdiman. Topgan chig'imda bir qari Xitoyga agishib qochdi. Kuluch bilan unimi salay dedim. Qo'lim bormidi. Aka, men yashab nima qilaman? U mening singlim tursa, ya ko'zdan yo'qotolmasam, yoki ko'rmay chidayolmasam, bu gaplarni so'roqchiga demidim. Qaysi yuzim bilan deyman? Bo'ldi, singlim nimaga aylanib ketgan bo'lsin, yuzi to'kilmasin, yashsin, Xudoyim insof berar, odam bo'lib qolar. Bir kunlarda bir akam bor edi deb qabramni yolg'iz qo'ymas, dedi va gapining oxirini yana davomlashtira olmay, beshini chatirqiga tiqqancha o'pki deb yig'lab ketdi.
Oxiri o'zini faqat tutolmay, yuzini yo'g'ili turba tarafga ketdi. Shundan keyin u menga gap qilmadi. U xuddi oldimda uyatliq bir yeri ichilib qolgandek menga tik beqib qaramaydigan, udul kelib qilishdan qochadigan bo'ldi. Menmi uni gap qilib beramdikin demaydigan bo'ldim. To'g'risi uningga nima deyishni bilmaydim. Uning deganlarini har o'ylasam, ichimda havoni har qancha tortsammu, nafas bilan chiqmaydigan bir to'shib ketgandek tuyulatdi. Ba'zida o'limga hukm qilingan jinoyatchilarga alohida kadr tamuqi berilsa, u menga qisinatdi. Mehmet Yusufning qochisidan menga tamoq bo'lib berayotgan qo'llari Daril Tamda aksiga tamoq bo'lib berayotgan iliqi sabiy qizchaqni eslatdi. 18 yoshlik singlisini 60 yoshdan oshgan bir qiri aldamchining changilida ko'rish har qanday bir akaning savr qachisini chaqatdi. Bir yetimni beqilish bahanasi bilan xotin qilib oladigan bu rezillikni hech kim qabul qilolmaydi. 2003-yili Maralbeshda yer tavirgan bo'lib, shu fojiada ota-onasiz qolgan bir qism bolalarning Urumchidagi yetimlar maktablariga yo'tkalganligidan xabarim bor edi. 2010-yili Oqsudagi bir yetimlar maktabida 2 Xitoy bolasini Uyg'ur degan nomda Amerikalik ota-onalarga beqilishga beritilganligiga Amerikadagi bir Uyg'ur do'stim shu Uyg'ur bolalarga Uyg'urcha o'rgatganligiga men shohid edim.